Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan 6 sinf qadimgi dunyo tarixining navbatdagi mavzusi, ya'ni Rim Respublikasi mavzusini ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Dastlab Rim Respublika haqida gaplashamiz. Xo'p, Rim hukmdorlari muhim masalalarni muhokama qilish uchun xalq majlisini chaqirgan. Muhim masalalarni muhokama qilish uchun. Esdan chiqmasin. Xalq majlisi qanaqa vakolatlarga ega bo'lgan? Birinchisi urush e'lon qilardi, ikkinchisi sulh tuzardi, uchinchisi qonunlarni tasdiqlardi va bekor qilardi va barcha muhim mansabdorlarni o'zini lavozimlariga tayinlardi. Mana shu vazifalarni Rimda xalq majlisi degan tashkilot amalga oshirgan ekan. Bu majlisning qarorini esa senat tasdiqlagan. Xalq majlisining qarorini senat tasdiqlagan. Senat so'zining ma'nosi lotinchadan olinganda oqsoqollar kengashi degan ma'noni bildiradi. Demak, lotincha so'z ekan. Rimning tub aholisi patritsiylar deyilgan. Tub aholisi degani ota bobolari, ajdodlari doimiy o'sha Rim paydo bo'lgandan beri yashab kelayotganlar patritsiylar deyiladi. Rimga chekkadan ko'chib kelgan odamlar esa va ularning avlodlari plebeylar deyilgan. Patritsiylarda i bor, Rimda i bor. Shunaqa eslab qolinglar. Ko'pchilik patritsiy bilan plebeyni adashtirib qo'yadi. Rimning tub aholisi bo'lsa Rim i harfi bor, patritsiyda i harfi bor deb eslab qolinglar. Plebeyda esa i harfi yo'qligi uchun u rimlik emas. Xo'p, Rim boshqaruvida faqatgina patritsiylar ishtirok eta olardi. Miloddan avvalgi 6-asr oxiridan Rim davlati respublika deb yuritila boshlangan. 6-asr oxiri boyagi biz aytgan 509-yil bo'ladi. Lotinchada tarjima qilinganda respublika degani xalq ishi, umumiy ish degan ma'noni bildirar ekan. Res degani ish, public degani xalq degan ma'nolarni bildiradi. Endi xalq majlisi patritsiylardan 2 kishini 1 yil muddatga hokim qilib saylagan. Demak, boya aytdik, muhim lavozim egalarini xalq majlisi saylaydi deb o'tdik. O'shaning uchun muhim lavozimlardan biri bo'lgan bu patritsiylardan iborat bo'lgan 2 kishilik nimani ham, konsullarni ham, ya'ni bu 2 kishi konsul deb atalgan. Konsullarni ham aynan xalq majlisi tayinlagan. Endi bu yerda uni vakolat muddatini 1 yil deyilyapti. Yana qaysi lavozim muddati 1 yil edi, bir eslab ko'ring tarixda. Yana qaysi lavozim egasi? Bu Yunoniston Afinadagi o'sha strateg lavozim, Perikl ishlagan lavozim bor edi, Silada bo'lsa. Strateg lavozim ham aynan 1 yil edi vakolat muddati. Chunki o'sha Periklning o'zi 15 martami strateg lavozimiga tayinlangan 15 yil davomida. Bu degani har yili bir martadan saylangan degani. Xo'p, endi badavlat odamlar o'sha turli yo'llar bilan saylovchilarni o'z tomoniga og'dirishga harakat qilgan, nimalar qilgan? Bepul tushlik uyushtirgan, sovg'a-salom tarqatgan va shunga o'xshagan ishlarni qilgan. Xo'p, saylov kuni konsullikka o'zining nomzodini qo'ygan badavlat quldor kandidat deb ataluvchi oq harir libos kiygan. Hozirgi kunda ham kandidat, ya'ni qandaydir lavozimni egallashga harakat qiluvchi nomzod shaxs ma'nosini beruvchi bu so'z kandidatdan kelib chiqqan ekan. Mana kandidatlar bormi, ya'ni nomzodlar bormi degan ma'noda ishlatiladi hozir. O'sha ishlatiladigan kandidat so'zi Rimdagi kandidat so'zidan olingan ekan. Kandidat degani bu o'sha lavozimga saylanadigan kishining oq libosi ekan. Oq rang nomzodning o'sha vijdoni va uning libosidek beg'ubor va pokiz ekanligini bildirib turgan ekan oq. Endi men rasmda bitta narsani aytib ketay sizlarga. Qaranglar, mana qullar bilan ozod qilingan qullar fuqaro emas bular. Rim fuqarolariga kirmaydi. Plebeylar, patritsiylar va boyib ketgan plebeylar, senatorlar esa Rim fuqarolari hisoblanadi. Mana shu joyga ham e'tibor berib qo'ying. Endi birorta ham qonun senatda muhokama etilmasdan turib xalq majlisi tomonidan qabul qilinmas edi. Asosiy mansabdor shaxs bu konsullar. Bevosita davlatni boshqarganda endi ular
Qadimda eng tajribali va hurmatli kishilar senatda o'rin egallagan. Vaqt o'tishi bilan debdi, mana konsullar hech bir saylovsiz senatda o'rin egallay oladigan va umrbod a'zosiga aylangan senatorga aylangan. Mana konsullar vaqt o'tishi bilan senatorlarga aylangan deyilyapti. Endi buni oddiy til bilan sizlarga tushuntirsam, konsul degani bu hozirgi mamlakat prezidenti deb olaylik. Vaqt o'tishi bilan deyapti, konsullar mamlakat prezidentligidan, ya'ni konsullikdan ketgandan keyin ular hech qanaqa saylovlarsiz umrbod senatorga aylanadi. Hozir ham shunaqa. Masalan, O'zbekistonda prezident, umuman O'zbekistonda emas, umuman olganda respublika boshqaruvi tizimidagi barcha davlatlarda prezident vakolati almashgan, ya'ni o'zi muddati tugagandan keyin o'rniga boshqa prezident saylansa, u prezident umrbod senatorga aylanadi. Xususan O'zbekistonda ham xuddi shunday. Agar hozirgi prezidentimiz o'rniga boshqa prezident keladigan bo'lsa, hozirgi prezident umrining oxirigacha senator bo'lib faoliyat yuritadi. Endi urush boshlangan taqdirda yoki xalq qo'zg'olon ko'targanda mamlakatni diktator boshqargan. Diktator va uning o'rinbosari, diktatorning o'rinbosari otliq qo'shin boshlig'i ekan. Diktator cheklanmagan hokimiyatga ega bo'lgan va lekin uning hokimiyati 6 oydan ko'p tura olmas edi, 6 oy. Har bir konsul 12 kishidan iborat, ya'ni bir ikkita konsul bor edi-ku, shular har bittasi 12 kishidan iborat faxriy qorovullar bilan yurgan ekan. Uning faxriy qorovuli lektorlar deb atalar ekan. Lektor degani, demak, konsulni qo'riqlovchi harbiy qorovullar. Konsul jinoyatlarni jazolash imkoniyatiga egaligi alomati sifatida lektorlarning yelkalariga xivich bog'lama taqib yurishgan. Ya'ni ularning qo'riqchilari yelkalarida xivich bog'lama olib yurishi bu konsulning jinoyatchilarni jazolash huquqiga ega ekanligini bildirar ekan. Mana shu yerga e'tibor beramiz. Bu bog'lamaning o'rtasida esa boltacha bo'lar edi, deyapti mana. Demak, o'sha bog'lama va boltachani osib yurgan lektorlar, buning ma'nosi lektorning xo'jayini bo'lgan o'sha konsul jinoyatchilarni jazolash huquqiga ega degan ma'noni bildirar ekan. Konsullar 2 nafar bo'lib, deyapti mana. 2 kishi. Biron bir muhim masalalarni hal qilishda bir-biri bilan har doim maslahatlashgan ekan. Endi mana konsullar yil davomida Rim Respublikasini boshqargan va sud qilgan. Demak, tinchlik paytida ular mamlakatni boshqarar ekan va sud qilar ekan. Harbiy davrda esa qo'shinga qo'mondonlik qilgan ekan. Konsullar har yili xalq majlisiga hisobot berar ekan. Endi Rimda yana bitta tashkilot bo'lgan, bu xalq tribuni degan lavozim. Xalq tribuni bu qashshoq rimliklarning manfaatlarini himoya qiluvchi tashkilot. Mana misol uchun biron bir qonun qabul qilinyapti. O'sha qabul qilinayotgan qonun oddiy rimliklarning manfaatlariga zid kelyapti deylik. Masalan, soliq olish. Hammadan bir xil soliq olinsin desa, kambag'allardan ham boylardan ham bir xil olinsa, bu adolatdan bo'lmaydi. Shunda kambag'allar zarar ko'rishi mumkin bu qonundan. O'shanday vaziyatda mana bu xalq tribuni lavozimi egasi veto degan so'zni aytsa, bu qonun hech qachon qabul qilinmagan. Mana veto degani taqiqlayman degani. Zo'r-a? Tasavvur qilinglar, hozir ham o'zimizda shunaqa tizim ishlasa, ya'ni kambag'allarning manfaatlarini himoya qilish uchun biron bir lavozim bo'lib, u qonun qabul qilinishda ishtirok etsa, bu haqiqatdan ham demokratiyani eng bir yuqori ko'rinishlaridan biri bo'ladi. Demak, bu narsa qaranglar, tasavvur qilinglar, bizdan qancha bir 2,5 ming yil oldin bo'layotgan voqealar. 2,5 ming yil orqadamiz biz Rimdan demokratiya bo'yicha. Bizda endi bo'lyapti bu narsalar. Rimda bundan 2,5 ming yil oldin bo'lgan. Endi 12 jadvalli qonun. Qadimgi Rim qonunlari hammasi og'zaki qonunlar edi, og'zaki. Endi sud majlislarida ishtirok etuvchi patritsiyalar ko'pincha adolatsiz qarorlar chiqarardilar. Ya'ni Rimning tub aholisi bo'lgan patritsiyalar hammasi o'zini manfaatini ko'zlab qaror chiqarganda, bundan esa plebeylar norozi bo'lgan. Shundan keyin plebeylarning talabiga ko'ra qonunlarni yozma yaratish taklifi berildi. Nimaga og'zaki yozma qilaylik dedi? Chunki mana patritsiyalar o'zlarining manfaatlariga xizmat qiluvchi qonunlarni aytganda, yo'q, bizani manfaat.
lekin o'zlarini manfaatlariga xizmat qilmaydiganlarni shunchaki esidan chiqarib yuborishgan. Bu narsa pelebeylarga yoqmagan. Natijada nima degan? Hamma qonunni yozib chiqamiz, o'shanda o'sha yozilgan qonunga qarab keyin qaror chiqaramiz degan talabni qo'yishdi va Senat buning uchun 10 ta patritsiyadan iborat hay'at tuzdi. Qonunlar tuzilgan bo'lishiga qaramasdan patritsiyalar o'z mansablaridan foydalanishda davom etadi. Ya'ni ular yuqori lavozimni egallab olganligi uchun ularga hamma narsa ma'qulligi davom etaverdi. Baribir hech narsa o'zgarmadi. Yozma qonun bo'lib qabul qilinganligi bilan deyilyapti. O'shanda asosan pelebeylardan iborat bo'lgan Rim qo'shini isyon qildi. Ular Rim atrofidagi muqaddas tog'ga borib, o'z qonunlariga ega bo'lgan yangi shahar tashkil qilamiz deb ogohlantirdilar. Shundan keyin patritsiyalar ularning talablarini qondirib, 12 ta mis lavhaga yozilgan qonunlarni qabul qilishga majbur bo'lishdi. Va bu qonunlar Rimning markaziy maydoni, ya'ni forumga joylashtirib qo'yildi, hamma o'qish uchun. Yana kimning qonunlari shaharning markaziy maydoniga o'rnatilgandi? Qani bir eslab ko'ramiz. Bu Bobil podshosi Hammurapi qonunlari desanglar bo'lsa. Davom etdik. Endi bu 12 ta mislavha mazkur qonunlar xususiy mulksizni daxlsiz deb e'lon qildi birinchisi, ammo pelebeylar va patritsiyalar tengsizligini qonuniylashtirib berdi. Ya'ni oldin og'zaki tarzda bir-biri bilan teng emas deyilsa, endi qonunda ham patritsiyalar bilan pelebeylar bir-biriga teng emasligi qonunda ham yozib qo'yildi, shu tariqa deyilyapti. Demak, qonunda ikkita narsa nazarda tutilibdi. Xususiy mulk daxlsiz deb e'lon qilinibdi, pelebeylar va patritsiyalar tengsiz deb e'lon qilinibdi. Faqat miloddan avvalgi 3-asr boshlariga kelib, Rimda barcha fuqarolar mavqedan qat'iy nazar qonun oldida tengdirlar deb e'lon qilinar ekan. Ya'ni patritsiyalar bilan pelebeylar qonun oldida tengligi e'lon qilinar ekan 3-asrda. Xo'p, demak shu bilan navbatdagi mavzuyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar.